biz kelib ketguvchi to'garak jahon, na boshi ma'lumu, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib berolmas, qayerdan keldik-ku, keturmiz qayon. Juda chiroyli jumlalar ham bordi. Endi bu qisqacha, endi bizdan esda bor, endi o'sha paytlar ko'p o'qib turganmiz, esda bor. Endi takrorlasa juda ko'p she'r yodlaganmiz o'sha paytlarda. Endi o'qish davrlarida vaqt bo'lardi, ko'proq kitob o'qib, tayyorgarlik ko'rish uchun. Shu paytlarda ko'p kitob o'qirdim, o'sha paytlarda she'r hozir ham o'qib turibman. Hozir o'qiyapman. Behalovat avlod degan kitobni o'tgan safar ham bularga aytib berdim. Yangi nashrdagi kitob 2025-yil chiqqan. Endi bizda hozir 2026-yildan beri adashmasam chop etilyapti. Hali juda keng tarqalgani yo'q. Kitob shu hozirgi yosh avlodni tarbiyasi uchun yo'naltirilgan kitob. U asosan mana shu kelib chiqish sabablari, mana shu yosh avlodni bugungi kundagi yangi davr avlodi qanday qilib shakllanayotganligi, ularga ta'sir etayotgan salbiy omillar va ularning natijasida qanday avlodda o'zgarish bo'layotganligi va ana shu yerda ko'rsatib o'tilgan oxirgi bo'limida o'qituvchilar uchun tavsiyalar, ota-onalar uchun tavsiyalar va yana bir qaysidir qatlam uchun qilib 3 ta pog'onaga bo'lib tavsiyalar, ya'ni farzandlarni, bolalar, o'quvchilarni mana shu hozirgi zamonga mos ravishda o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda, ularni mana shu elga, xalqqa